kichkina o'yinchoq qanaqachi. Bu olamiz, kichkinagina ishirib olamiz. Bu men 12 tali shar bo'lishi, razmeri kam 12 tali shardan qilasiz. 9 taliga uncha o'xshamaydi. Va shu o'rtasida mana qo'ygan joyi o'rtasida qo'limizni qo'yamiz. Aylantiramiz. Mana shu tukun joyidan orasiga aylantirib olamiz. Ketmaydi. O'yinchoq archaga bu bemalol orasiga bitta o'yinchoq qilish mumkin. Xullas, mana ikkitalikni sharlarni ikkitalik qo'yganimizdan keyin archani просто lipistokkaga aylantirib, o'rab yo'lkaga ilib qo'ysak bo'ladi. Sizlar uchun o'yinchoqcha paydo bo'ldi. Xullas, o'zingizlar baho berasizlar. Bu tugaguncha buni qilib bo'lib ichkariga kiramiz. Aktivizal yasatib beramiz. Shar ustlariga blesklar ildim. Xullas, maktabga nimadir tezroq qilib berish kerak bo'ldi va bir kunda hozir o'zida kelib qilib ketinglar degan joylarda o'ylab topgan variantimiz shu bo'ldi. Sizlarga mana shardan yo'lka yasash yo'llarini ko'rsatyapman. Yo'lkamiz 5 tali shardan yasaladi. Dumaloq chiqishi uchun. O'shaning uchun 5 tali shar qilib bir-biriga tortib yig'iladi. Ko'ryapsizlar holatini. O'zingizlar baho berasizlar. Sizlarga shunaqa mana ko'ryapsizlar. Bitta yaxshi life hack bo'ldi degan umiddaman. Maktablarni ham, aktivizallarni ham yasatish.